Yevropa yuragi Parij dunyoning eng kuchli kurash polvonlarini o'z bag'riga chorlaydi. 2026-yil 17-19 iyul kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun an'anaviy xalqaro kurash turniri Fransiya markazida kuch, epchillik va g'alaba ruhini namoyon etadi. Erkaklar va ayollar o'rtasida 4 ta vazn toifasida o'tkaziladigan ushbu nufuzli musobaqada dunyoning eng zo'r kurashchilari O'zbekiston prezidenti sovrini uchun bellashadi. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi, Yevropa kurash konfederatsiyasi, O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi, Fransiya kurash federatsiyasi, O'zbekiston kurash federatsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Fransiyadagi elchixonasi tomonidan erkaklar va ayollar o'rtasida 4 ta vazn toifasida O'zbekiston prezidenti sovrini uchun an'anaviy nufuzli kurash turnirini o'tkazmoqda. Turnirning mukofot jamg'armasi 30 ming yevroni tashkil etadi. Eyfel minorasi yaqinida joylashgan muhtasham sport majmuasi kurash muxlislari uchun eng hayajonli onlarni tuhfa etadi. Musobaqa ochilish marosimida xalqimiz ardog'idagi san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, madaniy kecha hamda milliy hunarmandlik mahsulotlari ko'rgazmasi ham bo'lib o'tadi. Shuningdek, ochilish marosimida xalqaro turnir mehmonlari o'zbegimning eng mazali taomlaridan bahramand bo'lishlari mumkin. Barcha mehmonlarni kurash bayramiga chorlab qolamiz. Bu oddiy turnir emas, kuch, epchillik, g'alaba. Kurash dunyoni birlashtiradi.